Hürmetlik vatandaşım, endi vaziyet doğrusudaki muhakeme edeyli. Mesela Prezident Joe Biden Amerika Qo'shma Shtatlar Reis Xi Jinping Jungo'nun davlat rahbarlari 15. günü resmi suhbatga o'ltirdi. Resmi suhbat degan yüz emas, ekran orqali suhbatga o'ltirdi. Nurg'un masalalar to'g'risida suhbatlashdi. Yuqorida biz qisqacha sizlarga mazmunni yetkazdik. Bu vaziyat qandaq vaziyat vatandaşım? Mesela Amerika Qo'shma Shtatlarining ko'z qarayı Aqsaroyning degini için nim debdi desa bu qatimqi suhbatda besiz xarakterlik natija yaratilmadi deydi. Aqsaroy so'zlaydi. Aqsaroyga ishonamiz. Chunki debdi buni ushirib maqtabdi unumlik, ochiqroq fikr almashtirdik debdi. Bu Jungo'ning o'zining diplomatik iborasi bo'lsa kerak. Biroq siz bu savol qo'ydigan bir nokta hurmatli vatandaşım. Uyghur meselesi, Uyg'uristonda jazo lager meselesiga hisobda 7 yil bo'ldi vatandaş. 2014-yili 5-oyning 20-kuni Urumchilik eng oxirlik portlatish tugagandan keyin mesela Anchventon shuni o'zi o'rinlashtirib, shu o'rinlashtirish bo'yicha portlatishni oyoqlashtirgan kundan boshlabla Jungo'ning Kompartiyasi hatta Xi Jinping degan ediki, biz endi Uyg'urlarga rahmsizlik bilan muomala qilamiz. 2014-yil 7-oyning 20-kuni atdiganlik bozordagi portlash voqeasi. Shuningdek 2008-yil 2-oyda esinglarda va xabaringlarda va vatandaş Xotan qurolliq soqchi qismlar atirdi, Qashqar qurolliq soqchi qismlar atirdi, Urumchi qurolliq soqchi qismlar atirdi 2-oy ichida. Aniq chislar esimda qolmadi. Uyg'urlar urush e'lon qildi. Vatandaşım, dünya tarixida siz o'qigan dünya tarixida yoki men o'qigan, men ko'rgan, siz biz bildigan dünya tarixida qo'lida yeshtimi yo'q. Ya bir tal shingni yo'q, ya bir tal temir partisi yo'q. Hech nimadan xabari yo'q. Bu dunyoda nima ish bo'layotdi? Nereden kelib, nega ketyotdi? Uyg'urga munosabati nima? Uyg'urning turmushi bunaqa nima munosabatlik? Yoki Uyg'urga bu dunyoda kelayotgan, ketayotgan ishlar Uyg'urning beshiga nima baloyi ofatlarni elib keladi? Bu to'g'ri xiyolmi surib boqmagan bir millatning ustidan qurolliq soqchilar atirdi. Uning urush e'lon qildi desa, siz dunyo tarixining qaysi yerda, qaysi betida shunday bir gapni anglab boqqansiz vatandoshim? Bunday gap yo'q. Lekin Xitoyda bor. Xitoy shunday qildi. Şunu men dedim 7 yildan oshdi. Uyg'urning jazo lageri boshlanishi va yoki qurilib oxirmishga yetganda 7 yildan oshdi. Hozirgacha xalqaro jamiyat ishlagan ishlar, tuzgan va ma'qullagan qonunlar, ishlatgan besimli 7 davlat yig'ini 20 davlat yig'ini eng kattasi Angliya, Amerika, G'arb davlatlari ishlagan besimlar emeqine netice deb sürüş desek. Çünkü biz hazır can kaygısı da, Uygur milleti hazır can kaygısı da, kişilik hukuk kaygısı veya başka kaygı emez. Can kaygısı da, insan bir insandak yaşayla özümüzden acili kelmeyi durup Allah diye ki acili mutlak bizge yetip gelmeyi durup bendenin kolu da acili muallak olan tügümeyli. Uyg'urning iddiasi bugun shu. Lekin sabab nim bo'ldi Uyg'ur? Qo'lingda kuch yo'q. Bildingmi shuni oxirgi hisobda Uyg'uram? Qo'lingda kuch yo'q. Hozir tinch yo'l bilan xalqaro jamiyat, g'arb dunyosi faoliyat qilayotgan bo'lsa-mu, qo'lingda kuch yo'q. Ta'sir kuching yo'q. Gap quloqlaydigan kuching yo'q. Uning ustiga bu qo'shin hozir da'vo qo'shini biz da'vo qilyapmiz degan butunlay savodsiz vatandoshim. Butunlay savodsiz. Mening bir do'stim bo'ladigan Amnesty International Washington Service'ning boshlig'i Tekomar deydigan vatandoshim. Shundoq degan edi, sizga diqqat qil, juma oxirgi hisobda savodsizlar senin davagarın bulup oturgu çıkıdı.
Degende nemiş bu dep hayran kalgan edim. Keyin oylap bakıp bunun teksini düşen edim vatandaşlar. Menin bu degenim mesela hazır dava gerle meyle Amerika Devlet Meclisi'ne meyle Angliya parlamentiga koygan sualınla koygan dava destigarınla nime vatandaş biz sizlerine hakaret kılıvatkanımız, sizlerine tillavatkanımız, sizlerine düşmanlık kılıvatkanımız yok. Siz adı davada nime koydunlar? Mesela bu davaya yarışa koygan meseleki yarışa nimeye eriştinler? Bu yıl 9. ayının 19. günü Amerika Devlet Meclisi guahlık girgen bir adam şundak dedi. Bizden dava seviyemizi saklap kalaylı. Muşu dava seviyemizi kengaytaylı. Ne mi seviye? Sen saklap kaldığın seviye nime? Kengaytırgan seviye nime? Efendim, nime koydun? Amerika'nın Kongresi'nin aldığın nime koydun? Nime dava? Cezaları açtı, soludu, kırdı, atı, çaptı. Bu dava emez efendim. Bunun deyen gap bu. Milletinin tüpki negizlik dava kılış hukuku nime? Yaki bu hukuk dairesindeki mezmun nime vatandaş? Bizden kaynavatkanımız, kişilerini rejitip koyuvatkanımız, del manın muşu nokta nime dava kıldın? Vatandaşım, müşteriki bu dava, süyümlük Amerika halkı rahmet, mınlaçı rahmet, talay kanunlar tüzüldü. Uygur'un davası Amerika'da Sabık Dini İşler Komitesi'nin reisi, yaki valisi Sam Brownback'ın şanısından çıkmadı. Yani Uygur dini itikat milleti degen muşu mezmunda Sam Brownback'ın şanısından çıkamadı. Neme dava kıldın efendim? Şunda aytaylı bugün Uygur'a can kaygısı vaziyet müşeye geldi. Minin sel kaynap kalkınının sebebi Amerika Koşmuş Ştatı Prezidenti Joe Biden Cumhur'un rehberiyle görüşüp kişilik hukukunu takitlep Şinjan meselesi eğiz Uyguristan meselesi eğiz gelip cezalarını eğiz gelip bunu da ensireyimiz devatkanda tuyuksuz nemiş ki 16. günü de 15. günü de Angliya hükümeti Parlament Tüven Palata, Parlament Taşkı Münasebetler Komitesi'nin dokulatını Uygur'un ırkı kırgınçılık kılıvatıdır degen dokulatını bekitinle hükümetke sungan teklifini nemişke Angliya hükümeti kubul kılmadı. Bundak dep koyalmayımız. Bu Angliya hükümetinin özünün ihtiyardaki iş vatandaşım. O hükümetler neme kılmandı sözünün ihtiyardaki. Lekin minin hazır endişe kılgınım bir tutarek oğlaştı deginim nemiş Amerika Cumhur söhbete başladığın günde bu nesi götürüp çıktı. Ben bu şunanga hayran buluvatım vatandaş. Anda Aksaray nem depti bu katım söhbette besiz karakterlik mesele peyda bulmadı, hal bulmadı dedi. Lekin Cumhur çıraylık tasvirlep. Demek besiz karakterlik mesele hal bulmagan iken kişilik hukuk boyunca sizden mi yok, Hong Kong'un mu yok, Tibet'in mi yok, Uygur'un mu yok. Besiz karakterlik neticesi yok degen gap. Endi bu yerda gap Amerika Qo'shma Shtatlar qanday tadbir qo'llarida? Tadbir qachon qo'llarida? Mana bu eg'ir gap vatandaş. Lekin shu narsa esinglarda bo'lsinki, hozirgi dunyoda tunigan virus 2000-yili 1 yil degidek. Bu virus opati dunyoga iqtisodiy qiyinchilik qilib keldi. İqtisadi taraqqiyotni chekindirdi vatandaşım. Bugun endi mush yil oldimizdagi 2022 yildan boshlab dunyoning g'am qayg'usi, iqtisod qayg'usi. Hozir butun dunyoda mal bahosi o'rlab ketdi. Hatto Amerika Qo'shma Shtatlardami. Mal bahosi o'rlab ketdi. Angliya bu davlatda dastlab birinchi bo'lib boshlangan masala energiya masalasi, energiya krizisi. O'tganda dedik. Dünya hazır iqtisadi davolg'ishga kirib qoldi demisingizmi? Lekin dunyoning iqtisodida hamma narsa qimmatlashish. Shunday bir davr kirib keldi. Endi bundaq vaqt cho'ng davlatlar o'tirishga munosabat qanday bo'ladi? Siz savol qo'ysiz, men savol qo'yaman. Hurmatli vatandoshim, bugun mushunchalik so'zday. Rahmat sizlarga vatandoshlar, anglag'ininglar uchun.